Galdagi faktimiz aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida. Ta'kidlash kerakki, bu yo'nalishda mamlakatimizda keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Natijada so'nggi yillarda 8 million xonadonga toza ichimlik suvi kirib bordi. Hozir efirga uzatiladigan lavhamiz ham ayni mavzuga bag'ishlangan. Bugun O'zbekistonda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida salmoqli natijalar qo'lga kiritilmoqda. Agar 2016-yilda bu ko'rsatkich atigi 63% ni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda u 82,8% ga yetdi. Natijada qariyb 8 million nafar aholi ilk bor o'z xonadonida toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu bilan birga yana 14 million aholining ichimlik suvi bilan ta'minlash sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Bu esa aholi turmush sifati oshishida, sog'liqni saqlash tizimi mustahkamlanishida hamda mamlakatning barqaror ijtimoiy rivojida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bektemir tumanidagi Nurliyo'l mahallasi aholisi ham ancha yillardan buyon ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarga duch kelardi. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mahallaga ilk marta toza ichimlik suvi kirib bordi. Kayfiyat a'lo darajada. Qanaqa qilib a'lo bo'lmaydi? O'ylab qo'ying, biz shuncha yildan beri toza ichimlik suviga yetisholmay sotib olib ichayotgan edik. Mana hozir o'zimizni uyimizdan chiqib turibdi toza suv maza qilib foydalanyapmiz. Rahmat aytamiz prezidentimizga. Prezidentimiz tashabbuslari bilan har bir xonadonda Xudoga shukr ichimlik suvi bor. 45 ta xo'jalik Yashil vodiy ko'chasida shu xonadonlarga hammasiga ichimlik suv kiritildi. Mahallamizda nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa ichimlik suv masalasi bo'yicha hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Qilgan murojaatlarimizni e'tiborsiz qoldirmasdan shu ishlarni hal bo'ldi. 9 ta ko'chamiz bo'ladigan bo'lsa, shu ko'chalardan 60% ichimlik suvi bilan ta'minladi. Yilda oxirigacha 100% ichimlik suvi bilan aholini ta'minlaymiz deb turishibdi. Davlatimiz rahbari tomonidan sohani rivojlantirish borasida 2025-yilda bir qator ishlar amalga oshirildi. Sohani isloh qilish va takomillashtirish uchun 2 trillion 250 milliard mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar hisobidan 973 kilometr ichimlik va 336,5 kilometr oqova suv tarmoqlari tortildi hamda 102 ta suv inshooti qurildi. O'tgan yilda amalga oshirilgan eng katta loyihalardan biri bu To'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining suv ta'minoti yaxshilanganligi bo'ldi. Natijada viloyatdagi 8 ta tumanda 364 ming aholining suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. So'nggi 8 yilda sohaga 28 trillion so'mdan ortiq mablag'lar ajratilib, mazkur mablag'larning hisobidan 3600 dan ortiq suv inshootlari, 40 ming kilometrdan ortiq ichimlik va oqova suv tarmoqlari tortildi. 2030-yilgacha aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini qariyb 90% ga yetkazish reja qilib olingan. Shu bilan birga iste'molchilarning suv hisoblagich bilan ta'minlanganlik darajasini 100% ga yetkazish belgilanmoqda. Buning natijasida nafaqat ichimlik suv ta'minotini aniq hisob-kitobi, balansini yuritish, balki iste'molchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni shaffofligini ta'minlash ham maqsad qilingan. Ushbu maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun hurmatli yurtboshimiz tomonidan barcha mexanizmlar, shu bilan birga moliyalashtirish manbalari aniq qilib belgilab berilgan. Yangi yilda ham aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida maqsadlar katta. 107 ta mahallada istiqomat qiluvchi 310 ming aholini ilk bor toza ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda 453 ta mahalladagi 2,4 million aholining suv ta'minotini yaxshilash orqali respublika aholisining ichimlik suvi qamrovini 83,5% ga yetkazishdir.